Sağınavga gerek bu ağaçlar. Çekmeken gerek bu. Bu joyun üstüne beklemek ya bu. Bu mu? Bundan neçe tane gerek sana? 54 tane var. 54 tane gerek ya. Bunu Taxtakanda arzalıqını eşitib geldin mi beri? Yaxşı. Yine ne o gerek sana? Şibirin üstüne avundan gerek. Strafilalardan, nelerden, merekelerden. Sen Naknamanı Hazaristagi bozordan salıştırıp geldin mi beri? Taxtakanda? Biri Naknamanına qaraganda bir Naknavası arzanmı ekan? Arzan. Hem dastavkasi bir pul. Dastavka besplatniy. Yine dostlar, gördünüz mü? Şu ikimiz Kazak Bazar'a barıp, Naknamanını görüp, Taxtak mekanına gelip, hadi şuradan harita çekip oturttu. Yine misal için şipirlik gerekme, şipiretadan material gerekme, pul mu, patoloka misal için gipsakardan rekeme, şu vecleri almaya geldi. Bir de şu narsalar sıfatlı hem arzan. Şöyle kolay. Gelesiz, zakaz beresiz, neçe dana gerekliyken gelesinden şu girip ofise girip zakaz beresiz, pulunu töylesiz, uyunuza barıp bemalol çayınızı içip otursanız izinizde dastavka yana yarım saata baradı. İzinde bonusam bu, bolkeler verirler. Yine karan. Aluvchi geladi şöyle taxta mekana. Şurada harita etasiz, size yine kepke bilan futbolkan beriladi. Hozir bu ülkemizda shu narsalar harita berildi. Sovg'a. Gördingizmi? Bemalol giyishingiz mumkin. Hozir bir futbolkan olaman desangiz, palonson, bir shapkani olaman desangiz 40-50 ming so'm. Bu taxta mekandan sizlarga bonus bu. Yana bir oy skidga. Taxta ag'ash navo kerak bo'lsa, buyundan ochildi, skidga bir oy. Aksiya bo'lib turibdi. Bemalol kelib xarid etaverasizlar. Do'stlar, sizlarga kutib qolamiz. Aziz do'stlar, sizlarga orientiri to'shni tushuntiradigan bo'lsam, Drujba Pitnaking sentridan kelsangiz, chap qo'lda metan zapravka Vishchedagi. Shundan bir 100 metr yurib, chap tomonda yana Ruskiles taxta bozor ochildi. Oyda turibdi yana ikki tosh dananing teyinda. Bu yan tarafdan kelsangiz, Xazariston 10 qo'lda yana Xazaris tarafdan. 30 metrlik ro'parasi yana 30 metrlik ko'chasi. Shuning ro'parasida. Bu do'stlar shunday o'yda joylashgan bu. Bugun xudo xolasa buning ochiladigan kuni bugun. Bemalol kelib shu yerda xarid etishingiz mumkin. Qo'limdan kelganicha video jarayonlarini tushirib o'taman. Yaxshi bir like'larni bosinglar. Sifati yaxshi lekin hamma taxta ag'achlarini o'zim ko'rib chiqdim bir yandan. Şöyle yine telefon rakamları var. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Raqamlar bütün şöyle tegishli. Mana. Rekeleri görsangiz yine tep-teydi içinde yankıdan bırak sıraptan vecda yok bunda. 100% garantiyeli vecda buna. Bütün. İçinde yankı, sınık, pınık diyen narsalar olmaydı buna. Taxta gerekme, ağaç gerekme bütün işi de. Gördünüz mü? İçi çıraylı narsalar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, aziz xalqsevar YouTube kanalına abone oluvchilar. Bugun To'qrak tumanimizda, Pitnak shahrimizda shunday bir yangilik giritdi. Ruskiles o'zining filialini ochdi, Taxtakon deb. Shu yerda taxtadir, ag'achdir, rekadir, hamma narsa topiladi do'stlar. Sifatini a'lo, gap yo'q. Sifatini 100%. Narx-navosini keladigan bo'lsak, Xazaristondagi Kazak bozordagi narx-navoni ko'rasizlar, bu yerdagi narx-navo bilan solishtirasizlar, bu yerdagi narx-navodan arzon ham. Yana bir yeri bor, qulaylikka dastavka etib beriladi. Pitnak shahrimizning ichki qishloqlari bo'lsin, bu yerni Ismoilishon, bu yerni Yangi bozor bemalol dastavka etib beriladi. Do'stlar, kelib shu yerda xarid etishingiz mumkin. Bu yerni ag'zak yana orientir tushuntirib o'tadigan bo'lsam, o'zlarimizning Pitnak shahardan kelishin, Chapyonda, Vishcheda metan zapravkadan bir 50 metr o'tgan yerda chap qo'lda o'yda joylashgan bu. Shura yo'nib turibdi. Ro'parasi 30 metrlik desam, o'zingiz bilasizlar. Esa do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum, xalqsevar, podpischiklari, sog' salomatmisizlar? Yana bir nihoyat shu To'rpakkala tumanida mena taxta bozamizni ochdik. Xazaras Ruskiles edi, bera Taxtakon deb. Xudo xolasa nom qo'ydik.
qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narxlar ham xudo xolasa bozorda arzon atib qo'yatimiz. Har xil assortiment skidkada taxtalarimiz bor. Xudo xolasa hozir bir yoritishlar bahosini, narxlarni bemalol tushuntirib aytib o'tib ketaman. Esa xudo xolasa inan shu rekadan boshlayaralik, baholari donishtirib, klientlarga tushunarli bo'lishi uchun yuksak kardon plastikka ketadigan rekamiz skidka bahoda inan hozir 330 ming so'm atib qo'yamiz. Iminni sizni kanalingizdan ko'rdimda kelsalar, 1-2 bonuslar ham bor, ular ham aytib o'tib ketamiz hozir. Inan Shipri rekasi 6 santlik deb aytiladi, o'zi 5,5 chiqadi. 400 mingdan sotib o'tirmiz. Buni 380 ming so'm atib qo'yib beramiz. Bir oy lekin skidkan ham shu 1 oy qo'yib beramiz. Qalin reka so'rab turgan klientlar uchun. 420 ming so'mlik reka 400 ming so'm atib qo'yib beraman. O'zlaringiz kichkina Shipra ketib turgan rekamiz. Shipra 90% shundan ketib turibdi. 380 ming so'mlik rekamiz edi. 360 atib qo'yib beraman. 5 santlik hammasini, ya'ni razmeri qalinligida hammasi. O'zi pragollik qoshda aytilaman. Qoshlik strapilamiz, ya'ni 13,5 qalini 4 santi 308 santi chiqadi. Bahosini 135 ming so'm atib qo'yib beraman. Qarang, o'zi yog'och o'rndan. Inoz hamma joy solib yotibdi-ku bahor oyi. Yog'och o'rndan ketadigan 25 santlik lisensiya, zin hamma narsa ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Buni bahosi 270-260 sotib o'tiribmiz. Xazarasdagi filialimizda. Beda bir oy 245 ming so'm atib qo'yib beraman. Chisti hozir metr torsam 20,5 ko'rsatadi, yana. Pilis o'ynarsa. Sifatini endi aytib o'tirmak kerak. SBC Shipri materiallari ham baynon. Ya'ni 11 santi, qalini 3,5-3,6 ko'rsatadi. Buni narxini 100 ming so'mdan beri o'tirdik, 95 ming so'm atib qo'yib beramiz. O'syanki morxona, universitet solib o'tdilar-ku. Shunga bemalol ichi 4 metrlik yere yog'och o'rndan ketadi. 17 santiga 4,5 santlik. Buni narxini ham arzon atib qo'yib beramiz, 220 ming so'm atib qo'yib beraman. Xudo xolasa ko'p assortimentlar sizlar kommentariyada yozadi-ku, podpischiklaringiz. Hozir ko'p narsalarni hozir aytib o'tib ketamiz. Yo'q narsalar bo'lsa Xazarasdagi filialimizdan oldirib beramiz. Bemalol ko'rishlaringiz. O'zing ham yog'och o'rndan yana ketadigan narsamiz bor ina. Hozir masalan 25 ligi donishtirib o'tdik-ku. Buni ina 17 santiga 6 sant chiqadoni bor. Buni bahosini biz 270 ming so'm sotib o'tiribmiz. Buni 250 ming so'm atib qo'yib beraman. Bir oy foydalanib qoling. Pragollik narsani 4 ay 14 lik 13,5 chiqadigan narsalari aziz ko'rsalar chisti 15 ga 5 lik 210 ming so'mdan sotib turgan narsa 185 ming so'm atib qo'yib beraman. Bir oy. Yana eng qiziqlarini aytib o'tayim. Berayinda asli bir klientlarga bir yukini yengillatish maqsadida qildik-ku endi mana. Hozir masalan shoplar gaz qimmat, bela betarda bu 300 ming so'm chiqarib berdi-na. Qazariston Drujbaga kelishi. Biyida 3 million so'mlik tovar xarid qilsalar, hamma yerda dastlab ketib beramiz. Bu yana yangi bozor, bu yana Drujbaning hamma joyi, Sharlov, Ismoil Eshanadan ketading-a. Dastlabga ham mashina qo'ydik. Shulardan bonuslarni aytib o'ting dedim. Dastlabki muammosiz ish o'ramlar 50 metrlik, 30 metrliklar bo'lsa 1 million so'mlik vazasalar ham tashlab beramiz. Ularning muammosi asosiy ina yurib turgan strapilamiz 11,3 lik. Shipra yetib turgan 11,3 santlik 85 ming so'm bizni puli, bir oy 80 ming so'm atib qo'yib beraman. Mana klientlar uchun bu baho yetishdi. Yana bina eksport varianti. Yana sifatini e'tibor bering. Chisti 10 santlik 3 lik. O'zi shuni 80 berib o'tiradik, buni 77 ming so'm atib qo'yib beraman. Bemalol kelib xarid etishlari mumkin. Hozir bu yon tarafimizda reka bilan shipirlik yog'och o'rndan ketadigan vajdamizni ko'rsatib o'tdik. Bu yon tarafimizda dimobkalar bor, har xil. Ular ham ko'rsatib beramiz. Tena ketadigan sozli. O'zi yog'ochlar ham aytib o'tarim. Shipir materialga kelganda yoddan chiqib ketmasin. O'ralik yog'ochimiz 9 santi. 9 santlik. Narximizni 9 santligi bemalol o'raya bo'ladi. Ya'ni pragolliklarni ko'rsatib o'tdik-ku. Buni narxini o'zi 160 ming so'm bu. 10likda aytiladi o'zi. 150 ming so'm atib qo'yib beramiz. 9lik. 4 metrlik. 12 santlik o'raligimiz. O'zi yog'och o'rndan ham bassa bo'laveradigan narsa. Buni narxini ham 155 ming so'm atib qo'yib beraman. O'zi 170 yurib turadi bahosi. O'zi yog'ochimizni yana bir varianti bor. Uni bir ko'rsatib o'tdim. Chisti 10 santi. 11 lik deb sotadilar o'zi buni. Bahosini 180 sotib turibdi. 170 ming so'm atib qo'yib beraman. 6 metrlik 10 santi. Uni aziz ko'rganlaring iriroqlar ham bor.
Yine öğrelik 4 metrlik yağaçlarımızı 120 bin so'mdan berib o'tirdik. 10-11 skadanını 105 bin so'm etib qo'yib beraman. Bir oy skidkadan foydalanib qoldik. Xudo xolasa. O'sha dimovkalarimizni ham ko'rsatamiz yana bir qator. Kelsin. 4 metrlik strapilimiz. Eng qadamli yurib turgani 11 3 santilik. Narxini 58 bin so'm etib qo'yib beraman. 65 bin so'm edi. Sifatlarini ham e'tibor berib bersizlar. Qarang, bugunsiz narsa, ko'rinib turibdi. 4 metrlik o'zi yana balkona yetadigan strapil olamiz. Чистый 4-14 sant skadan. Bularning narxlari ham 100 bin so'mdan yurib turadi. 85 bin so'm etib qo'yib beramiz bir oy. O'zi yana yag'atsondan 4 metrlik gaz so'raydiganlar, klientlar dugunsizligini, shuna sifatini ko'rsating. 17 sant, 4,5 sant. Bemalol joyi ichi 360 joyi bemalol bosaveradilar. 150 bin so'mdan sotib o'tiradi. Bir oy 140 bin so'm etib qo'yib beramiz. Bemalol kelib savdo etamiz. 4 metrlik dimovkalar. Чистый 15'e 2 100% quruqligiga eksport qiladi. 60 bin so'mdan sotib turadi, 58 bin so'm etib turadi. Bemalol kelib xarid qiladi. O'zi yangi pragolligimiz yana bir variant qolib ketdi. 15'e 5likdan sal kichkinasi. Yana 13 olib, qolgan 4.2 ga plus o'ynarsan. Razmeri ham yuzunda yozilgan. Buni narxini ham 170 berib o'tiradik, 160 bin so'm etib qo'yib beraman. Dimovkalar ham har xilisi bor. Ko'rsating, qalin zo'r, sifatli, eksport variant 85 bin so'mdan qo'yib beraman. 2.6 ga 13 sant. Buni asosan taxtani har xilisi bor deganim sababi hammasini ketadigan o'rni bu-na. Hozir masalan yoz oyi ayvonchaga zo'r nom bu. Ayvonchada qishin yozing deshon tarafda turadi-ku, o'ynamaydi, ensiz taxta. O'ynamaydi. Buni qalin har xilisi bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Yana eksport taxtalamiz. Ko'rsating klientlarga shiliponning o'zi tayyor taxtalar, to'g'ri 100%. Чистый 15 sant, ya'ni qalin 2-3 beradi. Narxini o'zi 100 bin so'm, 95 bin so'm berib o'tiribmiz buni. 90 bin so'm etib qo'yib beraman bir oy. Skidka ina. O'zi bu ayvonchaga yetadi degan taxtamizni eksport varianti 13lik. Mana buni ham telefonli varianti bor. Buni 80 bin so'm berib o'tiradi. 75 bin so'm etib qo'yib beraman klientlarga. Bir oy sifatini milliy taxta, lekin men bilmadim. Kamdan kam to'g'ri gapirdi. Yana bir turgan taxtamiz. Eng qadavoy yetib turgani ishi 14 sant, qalini 2,1 sant. 78 bin so'm etib qo'yib beraman. Narxini. Ikkinchi etajga yetadigan taxtalarimiz bor. Mana Чистый 15'e 2,6 ko'rsatadi. Narxi o'zi 100 bin so'm edi, 95 bin so'm etib qo'yib beraman. O'zi buni eng qiziqli tarafi bor, ikkinchi etajda o'tdim-ku. Buni bir-birsini giyadigan shpont eksport varianti. Buni ham shu qazarisi baho qo'yib beramiz, 105 bin so'm. Bemalol kelib xarid qilishlarni, sifatlarni bir qator ko'rsatib beraman. Bu yo'nilgan. Bu bir-birsini giyadigan variant. Puli bir xil. Hozir bu bir-birsini giygandan keyin 14 sant beradi. Bu 14,5 beradi. Sershilipopga yo'nilgan variant. Bundan nima deydi? Bu taxta tayyor. Surochni ishlaydigan odamlar bemalol bo'ladi. Yana ba'zi 2,5 14 sant beradi-ku bu. Bu uchlik taxtani quvvatini beradi. Shuni endi bir-birsini giyadi, ha? Bemalol kelib taxtakan skladimizdan xarid qilaverasizlar. Esa hammangizni kutib qolamiz.